Biz Nukusdagi Mezdakxon degan qabriston bor. Bu juda mashhur qabriston. Bu juda eski, qadimgi, pashti 100 yil, 200 yil, 2 asrlik qabriston yer. Qabrlar juda eski, eng qizig'i bu yerda odamlar qumlik bo'lgani uchun bu yeri ostiga ko'milmaydi-da, yeri ustiga ko'milib, ustiga mana bunaqa hozir ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa qilib g'isht bilan terib ustini yopib qo'yishadi. Yerga esa ozgina kovlashadi-da, ustiga qamish, shunaqa cho'p, shunaqa narsalardan teradida, ustiga qum tashlaydi-da, keyin ustini g'isht bilan terib qo'yadi. Sababi bu yerda qazib mayt qo'yish iloji yo'q. Sababi qum. O'sha uchun shunaqa qilib qo'yishadi. Hozir o'zingiz ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Bizni kuzatib. Aslida Jo'mar Qassob degan bir inson bo'lgan. U inson davlatga vabo kasalligi tarqalgan payti o'zini qo'ylarini, mollarini shunchaki tekinga so'yib xalqqa tarqatgan. O'shani hisobiga bu insonni mana shu yerda qassobxonasi bo'lgan. O'sha qassobxonani bular yodgorlik sifatida mana shu narsani saqlab qo'yishgan. O'sha insonning nomiga. Da, bizni kuzatib boring. Bundan da qiziq ma'lumotlar bizda bo'ladi. Xullas, mana ko'rib o'tlaringiz, Jo'mar brat juda shedr inson bo'lgan, xalqqa yordam bergan. Tak что qo'lingizdan kelsa hammaga yaxshilik qilishga harakat qiling. Savob ishga harakat qiling. Qo'lidan kelmagan bitta duoda. O'lja izlab yuribdi. Yangi ko'milgan qabr bo'layotgan bo'lsa, shuni cho'kishini kutadi-da bular. Chunki qabriston ba'zi cho'kib yotdi-da. Ochilgan, usti ochiq shunday. Menda kuchuk ko'p. Endi to'g'rimi yo'qmi bilmadim. Menimcha kuchuklarim kayf qilsa kerak u. Duo qilib turadi kuchuklar, pamoyam birorta o'lsin deb billar. Dahshat. Mana qabristonga olib kelib, hozir qabrga qo'yadi. Ko'rdilaringiz, hozir qo'llarida hammasini cho'p, yog'och, qamishlardan iborat. Mana shunaqa, lekin
shukur qilishimiz kerak. Hali ham biz yaxshi joyda tug'ilganmiz. Har qalay nukusda emas. Agar nukus mana shu qumliklar ko'p bo'lgan joyda agar tug'ilganimizda bizlar ham kuchuk kelgan bo'lishimiz mumkin edi. Menimcha qiyin masala.